Qachongacha musulmon hojatxonaga kirib o'zini ahlatini ko'rib o'tiradi? Bo'ldi, o'sha unitas chashagellik qilib hojatxonalarni qilish kerak. Musulmonlar uyida hammom yo'q. Polni ochib cho'milyapti hozir. Hammom qurish kerak. Bugun endi rivojlangan paytda ayollarimiz jomda kir yuvib o'tirishi bu pazor erkak kishi uchun. Hozirgi kunlar pazor. Men shuni deb bilaman. Ishlatmasin zo'r telefon, kiyinmasin zo'r, minmasin mashina. Lekin uyda onasiga, xotiniga, singlisiga, opasiga sharoit qilib qo'ysin. Oshxonani o'nab qo'ysin. Hammom hojatda o'nab qo'ysin. Sharoitni qilib bersin. Hozir o'ylang, 21-asr o'sha tugab 22-asrga o'tyapti. Eng rivojlangan zamonda yashayapmiz hozir. Texnika rosa pikiga chiqdi. Shuna paytda xotinlarimiz jonda kirib Polni ochib cho'miladimi, paqirda so'z.